O'rtoq abituriyentlar va talabalar, biz kompaniya Apcenter 7 yil davomida O'rta Osiyo bitiruvchi bo'llari va Rossiyada ishlab kelayotgan bo'larni Rossiya universitetlarida o'qishda va o'qishga kirish jarayonlarida yordam berib kelyapmiz. Bu o'ylayman sizlar uchun yangilik emas. Biz 2026-yilga grant asosida, byudjet asosida o'qishga kirishga qabullarni ochdik. Qabul muddatlari qabul 5-dekabrgacha davom etadi. Imtihon jarayonlari mart va aprel oylari bo'lib o'tadi. Siz o'qishni sentyabrdan boshlaysiz. Sizda hozir katta imkoniyat birinchilar qatorida o'zingizga 1 yil oldin byudjet joyini band qilib qo'yish. Agar siz Rossiyada grant asosida o'qimoqchi bo'lsangiz, hozir 11-sinf talabasi yoki 2-3 yil oldin maktabni tugatgan bo'lsangiz, sizda hozir katta imkoniyat. Qayerga murojaat qilishni bilasizlar? WhatsApp va Telegram raqamlarimiz opisaniyada qoldiramiz. Sizlar bilan Apcenterda ko'rishguncha. Assalomu alaykum. Bugun biz siz bilan Rossiyaning Moskva oblastida joylashgan Rugotis, ya'ni Rossiyskiy государственный universitet turizma servis haqida gaplashamiz. Qani ketdik. Rugotis 1952-yilda tashkil topgan bo'lib, bugungi kunga kelib ham turizm va servis sohasida eng malakali mutaxassislarni yetkazib beruvchi eng zo'r universitetlarning bittasidir. Bu yerda turizm va mehmondo'stlik, dizayn, menejment, iqtisodiyot, huquq va xizmat ko'rsatish texnologiyalari bo'yicha o'qish mumkin. Bugungi kunda Rugotisda 10 mingga yaqin talaba tahsil olmoqda. Ulardan 500 dan ortig'i xorijlik talabalar bo'lib, ular 30 dan ortiq mamlakatdan kelgan. O'zbekiston, Tojikiston, Turkmaniston va Qirg'izistondan kelgan yoshlar ham bu xalqaro hamjamiyatning faol qismi. Ular nafaqat ta'lim olishmoqda, balki universitetning ijtimoiy va madaniy hayotida ham faol ishtirok etmoqda. Universitetda 11 ta o'quv binosi hamda talabalar uchun 5 ta yotoqxonalar mavjud. Talabalar uchun kutubxonalar, sport zallari, ochiq maydonlar va ko'plab klublar faoliyat yuritadi. Bu sharoitlar xorijdan kelgan talabalar, xususan O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'izistondan bo'lgan yoshlar uchun ham qulay muhit yaratadi. Rugotis Rossiya ta'lim vazirligi reytingida samarali universitetlar qatoriga kiradi. Forbes reytingida 41-o'rinni egallagan. Universitet bugungi kungacha 800 mingdan ortiq diplom topshirgan. Markaziy Osiyolik talabalar uchun bu universitet yangi bilim, xalqaro tajriba va do'stlik aloqalarini kengaytirish imkoniyati. Ayniqsa turizm va servis sohalarida malaka olishga qiziqqan yoshlar uchun Rugotis eng yaxshi tanlovlardan biridir. O'zbekiston, Turkmaniston, Tojikiston va Qirg'izistondan kelgan talabalar bu yerda o'z orzularini amalga oshirmoqdalar. Siz ham ularning qatorlariga qo'shilib, katta imkoniyatlarni qo'lga kiritishingiz mumkin. Assalomu alaykum, men ismim Mirkomil. Men 2002-yilda tug'ilganman. Государственный universitet turizm servis universitetida o'qiyman. Hozirgi kunda 4-kurs talabasiman. Bu yerda o'qishimdan maqsad xudo xolasa boshqa universitetlarga borish yoki boshqa malakalarni oshirish.
hozirgi kunda bu yerda o'qiyotgan bo'lsam, hech qanday pretenziya yoki hech qanday muammo yo'q. Xudoga shukr, hamma taraflama zo'r, общежитиялari, yotoqxonalar hamma taraflama zo'r. O'qish ta'lim sistemasiga keladigan ta'lim sistemasi juda kuchli oladi, qattiq oladi. O'qish majburiy. O'qishingiz o'zingiz uchun, o'qimasangiz o'zingizga. Xo'p, hozirgi kunda bu yerda o'zbeklar, meni guruhimda ikkita o'zbek bo'lsa, men bilan yana bitta samarqandlik o'zbekimiz. Xudoga shukr, millatchilik yo boshqa narsa unaqa narsa yo'q. Xudoga shukr, hamma taraf yaxshi. Hech qanday pretenziya yo'q. Bu yerga kelib o'qishga tavsiya beraman. Kelib o'qisa bo'ladi, yomon emas. Hamma taraflama yaxshi, mukammal, rivojlangan, ta'lim sistemalari, sinf xonalari, kompyuterlar, hamma taraflama rivojlangan. Tavsiya qilib qolaman O'zbekistonlik yoshlar ham kelib o'qishini. Rugutis bu xalqaro muhit, zamonaviy ta'lim va keng imkoniyatlar markazi. Agarda siz ham shu universitetda o'qimoqchi bo'lsangiz, Apcenter kompaniyamizga murojaat qiling.